Assalomu alaykum barchaga. Men G'iyosiddin matematik Jizzax shahrida 10 yildan buyon abituriyentlarga ta'lim berib kelaman. Ko'p abituriyentlarimiz misolda ishlash kerak ekan deb yozib ishlayveradi. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Chunki DTM testga kiramizmi, sertifikat testiga kiramizmi, bizda vaqt chegaralangan. Agar misolda hammasini yozib ishlayveradigan bo'lsak, bizning vaqtimiz yetmay qolishi aniq. O'shaning uchun hozir men ba'zi bir misollarni ishlamasdan turib javobini topish yo'llarini o'rgatib ketaman. Xo'p, misol uchun mana 5-savolga qaraydigan bo'lsak, soddalashtiring deyapti. Xo'p, ana endi soddalashtiring deganda buni misol uchun soddalashtirib kelamiz. Oxirida natijada nimadir natija chiqadi. Ana endi mana shu soddalashmagan holati bilan oxirida bizda chiqqan soddalashgan holati nima? Teng. Chunki teng deb soddalashtirib kelyapmiz. Bu nima degani? Demak, bu yerda ikkita nomolim bor. A bilan B. Demak, biz A bilan B ga ixtiyoriy son qo'yganimizda, misol uchun 1 qo'yganimizda natija 10 chiqdi. Demak, bunga A ga 1, B ga 1 qo'yganimizda natija 10 chiqsa, soddalashgan holatiga ham o'sha 1 ni qo'yganda natija 10 chiqish kerak. Nimaga? Chunki o'rtada tenglik turibdi. Faqat bu soddalashmagan holati, bu soddalashgan holat. Ya'ni A bilan B ga qanaqa son qo'ysak, nima natija chiqsa, o'sha sonni soddalashgan holatiga qo'ysak ham o'sha natija chiqish kerak. Ana endi misolda bizda buni soddalashmagan holatini beryapti. Soddalashgan holatini qaysidir javobda beradi bizga. Demak, bundan xulosa bo'ladi. Bizlar nima qilsak bo'ladi? Bu yerda A bilan B ga qanaqadir son qo'yamiz, natijani chiqarib olamizda, o'sha sonni javoblarga ham qo'yganda bir xil chiqqani to'g'ri javob deb olib ketsak bo'ladi. Xo'p, bu usulimiz qiyin soddalashtirishlarda va vaqt oladigan soddalashtirishlarda juda ham qo'l keladi. Xo'p, misol uchun mana bu misolga qaraydigan bo'lsak, soddalashtiring deyapti. Hozir buni ishlaydigan bo'lsak, kam 1 minut, 2 minut vaqt yo'qotib qo'yamiz. A bilan B ga ixtiyoriy son qo'yamiz. Endi son qo'yish kerak ekan deb xohlagan sonni qo'yavermaymiz. Endi hisob-kitobga oson bo'ladigan son qo'yishimiz kerak. Masalan, A ga 1, B ga ham 1 qo'ysak bo'ladi. Ana endi bir xil son qo'ysak ham bo'ladi, har xil son qo'ysak ham bo'ladi. Chunki A bilan B teng emas degan shart yo'q bu yerda. Endi hisoblaymiz. Mana A bilan A ga 1, B ga 1 qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, surat 1 ni kubi 1, 8 karra 1 8, 1 ni qo'ysak 9. Maxraj 1 ni kvadrati 1, 4 karra 1 4, 1 ni kvadrati 1, 4 dan 1 ayirsak 3. Demak, suratimiz 9 chiqyapti, maxrajimiz 3 chiqyapti. 9 ni 3 ga bo'lsak 3, B'miz 1, 3 ga 1 qo'shsak 4. Demak, birinchi qovus ichidan 4 chiqyapti. Xo'p, bu yerda A ga 1 ni qo'ysak 1 ni kvadrati 1, bu yerga 1 ni qo'ysak 2 karra 1 2, B'miz 1, 2 dan 1 ayirsak 1, 1 ni 1 ga bo'lsak, demak, ikkinchi kasr qiymati 1 chiqyapti. Demak, 4 ni 1 ga bo'lsak natijamiz 4. Ana endi shu 1 bilan 1 ni javoblarga qo'yganimizda 4 chiqqan to'g'ri javob bo'ladi bizda. Demak, A javobda 1 qo'ysak 2 karra 1 2, 2 dan 1 ayirsak 1. Demak, A javob emas. B javobga ham 1 qo'ysak 2 minus 1, bu ham 1 chiqadi. Bizda 4 chiqish kerak. Demak, bizda javobimiz C javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Bu axborotnomani ko'pchilik biladi. O'sha axborotnomadan olingan savol. Ifodani standart shakliga keltiring deyapti. Endi buni ochib chiqishga vaqt ketkazmasdan, bu yerda bitta nomolim x ga ixtiyoriy bitta son qo'yaveramiz. O'zimiz yoqtirgan bitta sonni qo'ysak bo'ladi. Endi bu yerda hozir ko'pchilik hisob-kitobga qulay deb 0 qo'yish mumkin, lekin bu yerda hozir 0 qo'yadigan bo'lsak, birinchi ko'paytma 0, ikkinchi bu minus 1, bu 1, natija 1 chiqyapti. 0 qo'yganda 1 chiqadigan javoblar bizda 3 ta javob to'g'ri kelib qoladi. Masalan, C javob, D javob va E javob. O'shaning uchun 0 emas, bizlar boshqa son qo'yamiz. Misol uchun x ga 1 qo'yaylik. X ga 1 qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 1 1 0. Demak, ikkinchi 2 dan 1 ayirsak 1, 1 ga 1 2 minus 2. Demak, 1 qo'yganda birinchi ko'paytma 0 bo'lyapti. Bu qovusimiz 1, bu qovusimiz 2, minus 2. Demak, 0 dan keyin minus 2 degan natija chiqadi. Demak, 1 qo'yganda minus 2 chiqadigan javob qidiramiz. A javobga 1 qo'ysak 3 chiqadi, B javobga 1 qo'ysak minus 1 chiqadi, C javobga 1 qo'ysak 4 chiqadi, D javobga 1 qo'ysak 0 chiqadi, E javobga 1 qo'ysak minus 2. Demak, biz javobimiz E javob bo'ladi. Xuddi shunday keyingi misol. Ko'paytuvchilarga ajrating. Buni ko'paytuvchilarga ko'pchilik ajrata olmasligi ham mumkin. Ko'pchilik ajrata oladiganlar ham vaqt ketkazib ko'p vaqt yo'qotib qo'yish mumkin. O'shaning uchun son qo'yamiz. Bu yerda ikkita nomolim bor. A bilan N. Masalan, N ga 1, B A ga ham 1. Hisoblaymiz. 2 karra 1 2, bu 3, 2 dan 3 ta ayirsak minus 1, minus 1 ga minus 10, minus 11, minus 11 ga plus 15, 4.
Demak, 1 qo'yganda 4 chiqqan natija chiqdi. Endi biz 1 qo'yganda 4 chiqadigan javobni qidirishimiz kerak. Xo'p, A javobda 1 qo'ygan payti 4 chiqar ekan. B javobga 1 qo'ygan payti yo'q, 4 chiqmaydi. C javobga 1 qo'ysak, 4 chiqmaydi. D javobga 1 qo'ysak 4 chiqmaydi. E javobga 1 qo'ysak 4 chiqmaydi. Yo'q, demak bizda javobimiz A javob. 1 qo'yganda birinchi qovusimiz 4 bo'ladi, ikkinchi qovusimiz 1 bo'ladi, ko'paytma 4 bo'ladi. Xo'p, keyingi savol, masalan, axborotnomani yulduzcha qo'yib qo'yibdi. Ko'pchilik abituriyentlarimiz yulduzcha qo'yilgan savolda qo'rqadi, qiyin deb o'ylaydi. Buni hozir ko'paytirib ajratyapti. Masalan, hozir buni ishlayman desangiz, ko'pchilik ishlay olmasligi ham mumkin, ko'pchilik vaqt yo'qotadi ishlasa ham. Buning uchun qovusni ochib chiqish kerak, keyin ixchamlab chiqish kerak, keyin ko'paytirib ajratish kerak. Undan ko'ra 3 ta noma'lum bor bu yerda. A ga 1, B ga 1, C ga 1. Nega aynan 1 qo'yapman? Endi hisob kitobga qulay. 0 qo'ysakchi? 0 qo'ysak butun ko'p qadimiz 0 ga aylanadi. Javoblarga ham 0 qo'yadigan bo'lsak, A, B, C, D, E hamma javobdan 0 chiqadi. Tanlov bo'lmay qoladi. O'shaning uchun 1 qo'yapman. Endi natijani hisoblaymiz. 1 qo'yganda, demak, birinchi qovusimiz 1, 1, 1. Demak, 3. Ikkinchi qovusimiz 1, 1, 1. Bu ham 3. 1, 1, 1. Bu 1. 9, 1 da ayirsak 8. 1 qo'yganda 8 chiqdi. Endi javoblarga 1 qo'yganda 8 chiqqanini javob qidiramiz. A javob 1 qo'ysak, birinchi qovus 2, ikkinchi qovus 2, uchinchi qovus 2, demak 2, 2, 2. 3 da 2 ni ko'paytmasi 8. Bu javobimiz demak A. Xo'p. 8-misol, soddalashtiring. To'g'ri, buni hamma soddalashtirishi mumkin, lekin buni hozir ishlayman desangiz, menimcha ancha vaqt ketib qoladi. Umumiy mahrij berish kerak, ko'paytirish kerak, qisqartirish kerak. Undan ko'ra bu yerga x ga y ga bitta son qo'yavergan ma'qul. Nech qo'ysak bo'ladi? Endi faqat bitta narsani o'ylash kerak. Hozir 1 deyapmiz. Ko'pchilik misolga 1 qo'yapmiz, lekin masalan A javobga 1 qo'ysak, keyin bitta narsani aytib o'tib ketay. Hozir son qo'yapmiz. Misol uchun x bilan y ga bitta son qo'yamiz. Masalan x ga 1 qo'ydik, y ga 1 qo'ydik. Shunda misol uchun natija 10 chiqdi. Endi javoblardan A javob, B javob, C javob. Misol uchun A javobga 1 qo'yganda 10 chiqsa, darrov A javobni belgilab qo'yish kerak emas. Nimaga? Chunki masalan C javobda ham 10 chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun har doim o'sha sonni hamma javobga qo'yib ko'ramiz. Agar faqat bittasida 10 chiqsa, o'sha javob belgilaymiz. Chunki balkim A javob emas, C javob bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun har bittasiga qo'yib ko'rishimiz kerak. Agar ikkita javobda ham 10 chiqib qoladigan bo'lsa, keyin boshqa son qo'yamiz. Masalan 1 emas, 1 2 yoki 0 1. Endi son ko'p-ku. O'shani endi demoqchi bo'lganim, A javobni o'zi bilan xulosa qilib, A javob belgilab ketish kerakmiz. Demak, men hozir bu yerga 1 qo'ymayman, chunki 1 qo'yadigan bo'lsam, buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, tak. Hozir bu yerda 1 qo'yadigan bo'lsak, A javobda ham natija 1 chiqadi mana, B javobda ham natija 1 chiqadi, C javobda 1 chiqadi. Demak, A ham, B ham, C ham to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun 1 emas, masalan, x ga 2 olaylik, y ga 1 olaylik. Demak, x ga 2, y ga 1. Endi natijani hisoblaymiz, ketdi. Demak, 2 bilan 1. Birinchi qovusimiz 1 edi, 2 ga 1 3, 3 kvadrat 9 bo'lsa 1 taqsim 9 bo'layapti. Xo'p, ikkinchi qovusimiz 1 taqsim 2 qo'yibmiz 4, bu 1 taqsim 1 bo'lsa 1, plus 2 taqsim bu 2 ga 1 3, 3 kubi 27 ko'paytirilgan bu 1 taqsim 2 plus bu 1. Endi natijani hisoblaymiz. 1 taqsim 9, umumiy mahrij bersak 5 taqsim 4 plus 2 taqsim 27 ko'paytirilgan bu 3 taqsim 2. Xo'p, bu yerda qisqaradigani yo'q. 5 taqsim 36 bo'ladi. Plus bu yerda 2 bilan 2 ketadi. 3 bilan 27 ketsa, bu yerda 9 qoladi. Demak, 1 taqsim 9. Umumiy mahraj 36 bo'lsa, bunga 4 tadan beradigan bo'lsak, 9 taqsim 36, qisqartadigan bo'lsak 1 taqsim 4. Demak, 2 bilan 1 qo'yganda 1 taqsim 4 chiqdi. Endi javoblarga 2 bilan 1 qo'yganda 1 taqsim 4 chiqadigan javobni qidiramiz. Demak, A javobga 2 bilan 1 qo'ysak 1 taqsim 2 chiqadi. D javobda 2 bilan 1 qo'ysak 3 chiqadi. C javobda 1. Demak, bular to'g'ri kelmaydi. Mana B javobda 2 bilan 1 qo'ysak 2 kvadrat 4, 1 kvadrat 1, 4 kvadrat 1, 4, 1 taqsim 4 degan javob B javobda chiqadi. Xo'p. Keyingi savolimiz mana bizga A katta 5 debdi. Bu misolda ishlamay, shunda A ga 5 dan katta son qo'yaversak bo'ladi. Masalan, A ga
6 qo'yaylikda hisoblaylik. Xo'p, 3 dan 6 ni ayirsak -3, kvadrat ko'tarsak 9 ilzosida minus. Bu yerga ham 6 qo'yadigan bo'lsak 1, 1 kvadrat 1 ilzosida 1. Bundan 3 chiqadi, bundan 1 chiqadi. Demak, natija 2. Demak, javoblarga 6 qo'yganda 2 chiqqan javobni qidiramiz. Masalan, A javob bo'lmaydi. B javobda 2 qo'yadigan, 6 qo'yadigan bo'lsak bo'lmaydi. Demak, javob C. Xo'p, 9-misolga qaraymiz. Mana juda ham katta soddalashtirish berilyapti. A bilan B ga demak bitta son qo'ysak bo'ladi. 1 qo'ysak bo'ladi, chunki mana A javob 1 qo'ysak bir xil javob chiqmaydi bu yerda. O'sha narsaga e'tibor berib olishimiz kerak. Endi son ko'p, xohlaganlarni 2 bilan 3, 2. Endi kattaroq son qo'ysak hisoblashga qiynalib qolamiz. O'shaning uchun o'zimizga qulay son qo'yishimiz kerak. A ga 1, B ga ham 1 qo'yib hisoblaymiz, ketdi. Demak, 1 1 surat 2, 1 1 mahraj ham 2. Demak, o'sha birinchi kasr qiymati 1 chiqyapti. Bo'lingan. Ikkinchi qovsichga o'tamiz. 1 1 2 bu 1 kira 1 1, 2 ni 1 ga bo'lsak 2 bo'lyapti, plus bu 1 bu 1. E'tibor beringizlar. 1 1 qo'yganda mana bu yerda mahrajimiz 0 o'qilyapti. Demak, bizlar 1 1 qo'ya olmas ekanmiz. Demak, boshqa son qo'yishimiz kerak. Mahraj 0 o'qib qolsa, uni qiymatini hisoblab bo'lmaydi. O'shaning uchun boshqa, masalan, A ga 2, B ga 1 olaylikda, endi hisoblaylik, ketdi. Demak, 2 ni kvadrat 4, 1 surat 5, mahrajimiz 2 bo'lsa 3, bo'lingan qovsichga o'tamiz. 2 ni kvadrat 4, 1 bo'lsa 5 taqsim 2 plus b ni kvadrati 1, a ni kvadrat 4, 2 kira 1 2, 2 bo'lyapti. Bu 4 a ni kvadrat, bu yerda 2 kira 1 2, bu yerda 1 3 bo'lyapti. Endi shuni hisoblaymiz. 5 taqsim 3 bo'lingan, ikkalasiga 10 mahraj beradigan bo'lsak 2, 6, 2 bo'lsak 3 minus 4 taqsim 3. Xo'p, 5 taqsim 3 bo'lingan 9, 5 taqsim 3, natija 1 chiqyapti. Demak, 2 bilan 1 qo'yganda 1 chiqadigan javob. 2 bilan 1 qo'yganda 1 chiqadigan javob. Demak, biz ikkita javobda 2 bilan 1 qo'yganda 1 chiqib qolyapti. D javobda va A javobda. Demak, A javob, B javob chiqib ketadi, C javob chiqib ketadi. Ana endi biz 2 bilan 1 emas, boshqa son qo'yishimiz kerak. Shu narsaga e'tibor beramiz. Demak, hozir ishlaganimizni o'chiramiz. ikki bilan 1 emas. Xo'p. Misol uchun A ga 2, B ga ham 2 olsak menimcha bo'lar ekan. Yo'q, bo'lmasa ham mahraj yana 0 bo'lib qoladi. A ga demak A ga 3 olaylik. B ga 1 olaylik. Hisoblaymiz. Demak, 3 kvadrat 9, 9 ga 1 ni qo'shsak 10 taqsim mahrajimiz 4 bo'lingan. Bu 9 1 10 taqsim 3 plus bu 1, bu yerda 3 kvadrat 9, 9 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak 6 minus bu yerda 9 taqsim A bilan B'miz 3 kira 1 3, bu 1, demak 4 bo'lyapti. Hisoblaymiz. Xo'p, buni qisqartib oladigan bo'lsak 10 bilan 4imiz 5 taqsim 2 bo'ladi. Qovsichga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, uchalasiga o'yin mahraj berib yuborsak bo'lar ekan. Birdaniga o'yin mahraj berib yuboramiz. Demak, 3 6 4 uchalasiga o'yin mahraji 12 deydigan bo'lsak, bunga 4 tadan, bunga 2 tadan, bunga 3 tadan, demak 42 27. 5 taqsim 2 bo'lamiz. Demak, bu yerda 42 dan 27 ni ayirib olamiz. Demak, bizda 15 bo'ladi. 15 taqsim 12. Endi 5 taqsim 2, 15 bilan 12 ni 3 ga qisqartib ko'paytirib qo'yib olamiz bo'luvdi. Demak, 3 ga qisqarsak 5 taqsim 4, 4 taqsim 5. Demak, natijamiz 2 chiqyapti. Demak, 3 bilan 1 qo'yganda natija 2 chiqishi kerak. Demak, javob bizda D javob bo'ladi. Xo'p, 12-misolga qaraymiz. Mana juda ham qiyin soddalashtirish berilgan. Bu yerda nomolim bitta. Misol uchun x ga 0 qo'ysak bo'ladi. X ga 0 qo'ysak menimcha bo'ladi. X ga 0 qo'ysak, bu yerda -4, 4 minus 1 ko'paytirilgan 3 ning 1 minus 12 ni 1, 3 ning ikkisi. Mahrajimiz 0 qo'ysak 36 0 1, 1 kira 8 8 bo'ladi. Bu 9 0 1, bu 0 2 ni 1 2 bo'lib qoladi. Hop, hisoblaymiz.
4 ni -1 bilan 4 birtasini 4 bo'lib qisqarib ketadi. Bu 3 bo'lsa, bu bilan -3 bo'lyapti. Minus bu 9 bo'lyapti. Bu 12 bo'lyapti. 9 + 12 108 bo'ladi. Mahrajimiz 10 bo'lyapti. Demak, suratimiz -111 taqsim 10 bo'lsak -11,1. Demak, javob bizda C. Xo'p, do'stlar, 11-savolni ko'rib chiqamiz endi. Bu yerda mana bu shartga e'tibor berib, o'sha shartni bajaradigan qilib, son berishimiz kerak bo'ladi va natijani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, agar manfiy son olishimiz kerak ekan, misol uchun -4 olaylik. B-ga musbat son olishimiz kerak ekan, demak 2 olaylik. C-ga manfiy son olishimiz kerak ekan, -1 olaylik. Endi buni mana bu shartni bajarish kerak. Demak, modul 4 2 1 shartni bajaradi. Endi hisoblaymiz. Xo'p, B 2, C'miz -1, demak 3 bo'ladi. A'miz -4, -12 bo'ladi. Modul A, A'miz -4, demak 4 bo'ladi. Plus C'miz -1, A'miz -4, -1, -4, +4 bo'ladi. Demak, e'tibor beramiz. -1, bu yerga -4 qo'yganda +4 bo'ladi. 3. B'miz 2, 6 bo'lyapti. B'miz 2 bo'lyapti. Xo'p, plus. Xo'p, bu yerda A'miz -4, B'miz 2, -4, -2, -6. Bundan moduldan 6 chiqadi. C'miz -1, -6 bo'lyapti. C'miz bu 1 bo'lyapti. Endi hisoblaymiz. -12 ni 4 ga bo'lsak -3, plus bu 3, minus bu 6. Demak, bu bilan qisqarsa bu -6 chiqadi. Demak, bizlar mana shu sonlarni qo'yganimizda -6 chiqadigan javobni qidirishimiz kerak. Demak, A javobga A ga -4 qo'ysak -8, B ga 2 qo'ysak 4, -10 bu bo'lmaydi. Javob ham bo'lmaydi. Bunga C ga -1 qo'ysak -2, A ga -4 qo'ysak 2 + 4 8 +8, -2 +8 6 chiqyapti. Bu bo'lmaydi. Mana C javobga D javobga C ga -1 qo'ysak -2, B ga 2 qo'ysak 4, -6 chiqyapti. Demak, bizda javob D javob bo'lyapti. Demak, bu usulni menimcha hamma tushunib oldi. Faqat bitta narsaga e'tibor beramiz. Har qanday soddalashtiring bo'ladimi, ko'paytuvchiga ajrating bo'ladimi, qisqartiring bo'ladimi, o'shanaqa misollarni hammasini bemalol mana shu usul bilan ishlasa bo'ladi. Soddalashtiring kelib qolsa, u DTM test bo'ladimi, sertifikat test bo'ladimi? Sizlarga maslahatim, uni ishlash kerak emas, chunki u birinchidan vaqt oladi, ikkinchidan qayerdadir agar minus plyusda chalkashib ketadigan bo'lsak, yana boshidan ishlab kelishga to'g'ri keladi. Bu usul to'shni javobga olib boradi. Faqat bitta narsaga e'tibor berish kerak. Sonni udobni qo'yish kerak. Kichikroq son hisoblashga oson. Shunday sonni qo'yamizda, natijani chiqaramizda, o'sha sonni javoblarga qo'yganda bir xil chiqqani to'g'ri javob bo'ladi. Tamom. Agar faqat A javobga qo'yib xulosa qilib ketmaymiz, chunki A javobda masalan 10 misol uchun qiymat 10 bo'lsa, A javobda 10 chiqadigan bo'lsa, C javobda ham 10 chiqadigan qiymat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hammasiga qo'yib chiqamiz. Agar bittasida to'g'ri kelsa, o'shani belgilab qo'yamiz. Agar ikkitasida yoki uchtasida to'g'ri kelib qolsa, unda boshqa son qo'yib ko'ramiz. Bunaqa soddalashtirishlarni menimcha sertifikat savollarida ham, DTM savollarida ham minimalni 1, 2, 3 tagacha uchraydi. Bunaqa usullarimiz, misollarda ishlamasdan yechim topish usullarimiz ko'p. Shunday misollar keladiki, uni siz ishlay olmaysiz. Umuman miyaga hech narsa kelmay qoladi. O'shanaqa holatlarda doim mana shunday son qo'yib ishlab ketsa, to'g'ri javobga olib boradi. Keyingi video darslarimizda yana hali bunaqa usullardan ko'rsataman. Hammaga rahmat.